Rasulimiz alayhissalom bilan qanday qilsak jannatda birga bo'lamiz ekan degan savollarga bugun bir oz javob qidirib ko'ramiz. Qaysi amallar bizni Rasulimiz alayhissalom bilan birga jannatda jamlaydi? Alloh va uni rasuliga itoat qilmoqlik. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Sura Nisoda Estaizu billah va man yuti'illaha var rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allohu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-solihin va hasuna ulaika rafiqa. Mana Alloh o'zi aytibdi. Kimki Allohga va Allohning rasuliga itoat etsa, ana o'shalar Alloh o'zlariga in'om bergan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga bo'lurlar. Ular eng yaxshi hamrohlar deb aytdi Alloh taolo. Demak, Alloh va uni rasuliga itoat qilishlik bu bizni u zot bilan birga bo'lishlikka sabab bo'ladigan ne'mat. Tabiiyki Rasulimiz alayhissalom bilan jannatda birga bo'laman, jannatda Allohning diyorini ko'raman deb orzu qilgan odam aqlan olib qaraganda ham u zotni aytganini qilish kerak edi. Qanday qilib aytganini qilmasdan, qanday qilib u zotga muhabbat qilmasdan bu maqomga erishish mumkin? Imom Tabaroniyni Al-Mu'jam Al-Kabir degan asarlari bor. Mana shu asarlarida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan bir rivoyat keladi. Qarang. Bir kishi payg'ambarimiz alayhissalomda oldilariga kelib, "Ya Allohning rasuli, men sizni shu qadar yaxshi ko'ramanki, sizni eslasam, kelib jamolingizni ko'rmaguncha jonim chiqib ketgandek bo'ladi. Shu qadar yaxshi ko'raman. Ammo keyin bildimki, agar jannatga kirsam, siz bilan meni darajotim bir xil darajada bo'lmay qolsa, sizni ko'rmay qolamanmikin deyapman" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni bu savoliga javob bermadilar. Nima deyishni bilmadilar. Shundan keyin Alloh tomonidan javob bo'lib, kimda kim Allohga va uni rasuliga itoat etsa, ana o'shalar Alloh o'zlariga in'om berganlar bilan birga bo'lurlar degan oyat nozil bo'lgan ekan. Qarang. Agar kimki Rasulimiz alayhisolatu vasallamga va Allohga itoat etsa, demak jannatda u zot bilan birga bo'ladi.